Assalomu alaykum. Bugun podkastimizni navbatdagi soni nega bolamni qoni kam degan mavzuda bugun podkast olmoqchimiz. Bugungi mehmonlarimiz shifokor Umarova va Sobir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldinglarmi? Tinchmisizlar? Xo'p, o'zi bu mavzuga oldingi podkastlarimizda ham qisqa tushuncha berib ketganmiz. Bugun batafsil gaplashmoqchimiz. Bugun shunga sizlarni chaqirdik. Birinchi savolim Umid opaga. Umid opa, ko'pchilik hammamiz bilamiz, ya'ni bolalarimizda kamqonlikning alomatlari asosan o'sha rangini oqligi, keyin ko'kimtir ranglar bo'lishi bilan ajralib turadi. Yana shunga o'xshagan qanaqadir alomatlar bormi? Ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan. Asosan onalar shikoyat qiladigan alomati bu kamqonligini bilmaydi bolasini, lekin shikoyati ko'proq bolamni ishtahasi yo'q deydi. Mana shu bolamni ishtahasi yo'q degani bu уже birinchi звонокda, ya'ni qonini, gemoglobinini tekshirtirish kerakmikin degan fikr keladi sразу miyaga. Keyin уже qo'shimcha yana savollar beriladi. Ya'ni bu yerda ishtahadan tashqari yana nimalar bo'ladi bolada? Mana shu 3-4 ta savoldan keyin kamqonlikka Bu savolni siz berasiz-da. O'zi men misol uchun ota-ona bo'lsam, ya'ni men otaman deylik, men farzandim ko'ryapman rangi oq. Men bilaman, olib boraman kamqonlikda, ya'ni gumon qilaman yoki kimgadir jo'nataman. Bundan tashqari yana alomatlarni bilishim mumkinmi? Qon o'zim birinchi sizga olib borishdan oldin bilishim kerak-ku. Shu ishtahasini yo'liga ovqat yemaydi, shirinlikka tortadi, lekin ovqat, go'shtga tortmaydi. Masalan, shu kungacha yerdi, yaxshi edi. Orada shamolladi, antibiotiklar oldi, u oldi, bu oldi. Keyin o'shanda yo'qolganicha hech yana tiklanmayapti deyshadi. Endi masalan biz bolani rangiga qarab turib bunda точно kamqonlik deya olmaymiz, chunki oppoq bola ham bor. Misol uchun masalan ota-onasi o'zi oppoq ko'rinishda bo'lsa, bug'doy rangi emas, rangi shunaqa bo'lsa, oqroq bo'lsa, men u bolada kamqonlik bor deb ayta olmayman. Hattoki ko'zini pastki qovog'ini ochib ko'rishadi yoki bo'lmasa tiliga qaraladi, barmoqlariga qaraladi. Bundan 5% informatsiya olishingiz mumkin. Shuning uchun asosan shikoyati bu kamqonlik rivojlanayotgan paytda bolalarning ovqat yemasligi ko'proq onani xavotirga soladi. Shirinlikka o'chmi? Ha, o'ch. Qozon-ovqatchi yoki go'sht yo'q, chiqarib tashlaydi go'shtni, ajratib tashlaydi, uqlab bo'ladi. Endi ana o'shunaqa paytda yana ikki xil holat bor. Ba'zilar o'zi yoqtirmaydi go'shtni, lekin qoni yaxshi bo'lishi mumkin. Ba'zilarda haqiqatda kamqonlik tufayli go'shtga nisbatan nima deydi, отвращение deydi, shunaqa holat bo'ladi. O'zi yoqtirmaydi, tegi go'sht. Yo'q, paydo bo'lgan bo'ladi. Oldin yaxshi yerdi go'shtni, hozir yemaydi, ajratadi. Bu уже savol. Ya'ni mana shunaqa paytda onani yaxshilab eshitamiz, keraklicha tekshiramiz, lekin asosiy baribir bizga diagnoz qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi qonni umumiy tahlili. O'shanda biz gemoglobinni miqdoriga qarab turib, bolani yoshiga, bolani qay darajada immuniteti holatiga qarab turib, boshidan nima kasalliklar o'tkazdi o'zi shu kungacha hammasini hisobga olib turib, keyin bitta ko'rsatchani yoziladi. Xo'p, ota-onalar birinchi bo'lib kimga murojaat qilishadi? Ya'ni kamqonlikda pediatrga, to'g'rimi? O'zi asosan ota-onalar bola masalasida, bolani sog'lig'i masalasida shubhaga boryaptimi? Birinchi murojaat qilinishi kerak bo'lgan mutaxassis bu pediatrlar deymiz. Lekin oilaviy poliklinikalarda bilasiz, umumiy amaliyot shifokori bor. Ya'ni ular ham pediatr, ham terapevt. 90% aholi ularga murojaat qiladi. Yengil holatlarni ularni o'zi hal qilishadi. Og'ir holatlarda keyin ular pediatrga borishlari mumkin. Undan ham og'ir holatda pediatr keyin gematologga yuboradi. Asosan nima yechim berishadi ular? Ular ko'proq gemoglobinni o'sha kam holati, ya'ni darajalari bor. Masalan, 100 gemoglobin bo'lishi mumkin, 90, 80, 60, 70 da. O'shansiga qarab turib, shunaqa holatlar ham bo'ladiki, oddiy
preparatlar yoki oddiy tabiiy vositalar bilan yoki oddiy preparat bilan yoki oddiy o'sha ovqatlanish rejimini Hozir to'g'irlab ham bugungi berish ayni mumkin. O'zbekistonda o'zbek segmentidagi Mm. shifokorlarimiz ko'pincha o'sha borganda patsient ya'ni bemorlarimiz nima yozib berishadi bunga? Ya'ni baribir kurs lecheniya qilib berishadi, to'g'rimi? Ketma-ketlikda. Nima yozishadi? Asosan temir preparatlar. Temir preparat yozishadi. Buni Sobir aka sizga murojaat qilmoqchi edim. Shuni qanaqadir tabiiy usullari bormi o'zi? Ya'ni temir preparatlari bilamiz har doim o'sha nima bilandir, faqat asosan qonni temir tuzlaridan iborat. qonni ko'paytirish bilan faqat shug'ullanadi u preparatlar, qolgan anaqasiga ta'siri yo'q. Ya'ni men xohlardimki, farzandimni tabiiy usulda davolamoqchiman yoki qonini ko'paytirmoqchiman. Kimyoviy dorilarsiz. Kimyoviy dorilarsiz. Tushunarli. Bizni avvalambor 3 ta toifa ota-onalarni bo'lib olamiz. Birinchi toifa ota-onalar farzandida kamqonlik alomatlarini sezdi, masalan, ishtahasiz, soch to'kilyapti, uyquchan bo'lib qolgan, o'chdan orqada qolishi, injiq, uyquni buzilishlari kuzatilyapti, psixikasi o'zgargan, yo nervni psix yoki yig'loq qarasishi, injiqroq bo'lib qolishadi. Boshqa bolalarga nisbatan ovqat talab yemaydi, faqat shirinlikxo'r, demak oqsilga boy ovqatlarni, shu go'shtli ovqatlarni deymizmi yoki balkim o'simlik oqsilligi boy ovqatlarni yeyishmaydi yoki tanlashadi. Faqat shashlik yoki baliq yeyishadi yoki koklet yeyishadi. Umuman olganda oqsillarni yeyishmaydi. Oqsil yemagan bolalarda o'z-o'zidan aniqki gemoglobin hosil bo'lishi qiyin. Endi kimga bu ota-onalar toifaga bo'linishi, birinchi toifa ota-onalar demak dori ko'llar bilan davolashadi, ularning tanlovi. Ikkinchi toifa ular sotsialniy avtoritet deymiz hozirgi kunda, o'sha ijtimoiy tarmoqdagi mashhur odamlarni reklamasi. Men preparat iching, 10 kunda bolangiz zo'r bo'ladi va hokazo. Unga ishonib ish qilishadi. Endi yana 3-chi toifa ota-onalar bor, ular tabiiy yo'llar bilan davolashga harakat qilishadi. Ya'ni nima berishadi tabiiy yo'l bilan? Tabobatni yo'lini tanlaganlar. Birinchi uzr xalqimiz hamma biladigan gemoglobin past bo'lsa, yong'oq, mangiz, asal aralashtirib koptovchilarga yedirgan. Hop quvvatni ko'tariladimi? Ko'tarilishi mumkin agar kamqonlikni yengil darajalari bo'lsa. Og'ir yoki o'rta og'ir darajada bu foyda bermaydi. Yoki kimdir anori suvini sokini ichirishi foyda qiladi deb berishadi yoki kimdir demak lavlagini soki, savzini soki, olmani soki. Soki terapiya bilan davolagisi keladi. Buni endi turlari ko'p. Kimdir ismaloq o'rtasidagi shpinat deymiz, uni soklarini berishi mumkin yoki kimdir quyon go'shti, quyon sho'rvalari qilib ichirishi mumkin. Kimdir bedana tuxumini yutirishi mumkin. Endi bu hammada har xil. Savol tug'iladi. Endi bular yordam beradimi? Boya aytgandek, yengilroq darajalari bo'lsa, gemoglobin past kamqonlikda ular yordam beradi. Lekin o'rta og'ir va og'ir darajalarda yordam bera olmaydi. Endi hozir bizning mana bunaqa fikrlashimiz kerak. Masalan, temir preparatini hazm qilish uchun, o'zlashtirish uchun oshqozonchaga yaxshi bo'lishi kerak. Endi temir preparatini beryapsizda, lekin ichkarida jigar nosog'lom. Jigar bu juda muhim organ. Mana Umid opam ta'kidlab o'tdi, baribir. Demak, qonni filtr qiluvchi, ferritinni va guruh vitaminlarini, B12 ni zaxirasini ushlab turuvchi, temirni yengil so'rilish formasiga o'tkazib beruvchi. Juda ham ko'p funksiyalar, asosiy mana safro yetishtirib beruvchi va hokazo va hokazo. Jigarda nosog'lomlik bor o'sha bolada. Etilik gepatitni qaysi turlarini o'tkazgan yoshligida. Yoki qanaqadir noto'g'ri ovqatlanish odatda yoki tashqi omillardan bo'lib, jigarda nosog'lomlik bo'lsa, gemoglobin ko'tarilmaydi. Temirni qancha bering foydasi yo'q. Axlatini boyitasiz temir preparat bilan bo'ldi. Yana bitta savol tug'iladi. Xo'p, jigari sog'lom deylik bo'ladi. Endi ikkinchi mavzu. Bizda demak qon ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan organlar bor. Jigar, taloq, ko'sting muz va hokazo va hokazo. Aytaylik, ko'sting muz suyak iligi deymiz. Eritrotsitlarni ishlab chiqarish uchun eritrotsitlar fabrikasi deb atasak, unga buyruq berish kerak. Bolani buyrugida o'sha maxsus gormon chiqadi, ko'sting muzga buyruq beradi. Ko'sting muz qizil qon tanachal eritrotsitlarni chiqarib berish kerak. Qanaqa dozada, nechta hammasini qilishni boshlaydi. Agar buyrugida nosog'lomlik bo'lsa, demak gemoglobin ko'tarilmaydi. Men temir bering, men asal bilan yong'oq aralashtirib bering, men har xil soklarni bering, yordam bermasligi mumkin.
Demak, buyrakka qarash kerak ekan, qarash kerak. Endi yana bitta tomoni bor-da. Masalan, buyrak ham sog'lom bolani aytaylik. Biz aytamizki, ichak qanaqa, hazm tizimi qanaqa. Agar bolani ishtahasi past bo'lsa, go'sht yemasa, orqa kosasidan go'shtlarni terib tashlasa, bor-da shunaqa ota-onalar. Biz aytamiz, mana buni bering, mana buni bering. Hozir internetga kirsangiz ham, YouTube kirsangiz ham informatsiya ko'p, to'ppa-to'g'ri. Informatsiya ko'p. Bolangizga demak, sabzavotlarni ko'proq yediring, dukkakliklarni ko'proq yediring. Loviya, fasol, no'xat bularni yemasa gemaglobin ko'tarilmaydi. Bularda oqsil bor. Go'shtlarni bering, bahokoz. Ota-onalar nima deyishadi? Sobir aka, baraka toping. Men beryapman. Hammasini qilib ko'rganman. Ota-onalar ko'pincha o'sha kommentariyalarni yozish, men qilib ko'rganman, buni foydasi bo'lmagan deyshadi. Yemasa nima qilay? Og'zidan tiqib majburlasam deyapti ota-ona. Masalan, go'sht yemagandan keyin nimalargadir qo'shib tiqishsa, sirazi og'ziga maza bilan sirazi. yoki tuplab tashlaydi yoki yesa ko'ngilni qusib oladi. Nega? Oqsilni parchalash uchun men bittagi so'lak bezlarda informatsiya bor edi. Miyaga aytadiki, oshqozon osti beziga masalanda, mana gormondan shuncha chiqar insulindan, mana fermentdan buncha chiqar. Oshqozon osti bezi kerakli fermentlarni kerakli dozada tashlab berish kerak. 12 barmoq ichak kerak. Ha, endi uni organizmida biz aytamizki, kasal bolada, sog'lom bolada va o'rtada nosog'lom bolada deymiz. Bularni biz to'g'ridan-to'g'ri kasal bolaga ham qo'sha olmasligimiz mumkindir balki. Nosog'lom bola. Aytaylik, uni oshqozon osti bezi nosog'lomlik bor. Taloqda oshqozon osti bezida. Endi u yeyotgan ovqatdagi go'shtni oqsilni parchalolmagani uchun tripsin, kemotripsin va hokazo fermentlarni, go'sht parchalovchi oqsil fermentlarni tashlab bera olmasa, mizerniy dozada tashlayapti-da. Avtomatik ravishda qaytib chiqarib yuboradi. Chunki bu yoqdan zo'rlab tiqdingiz, uni foydasi yo'q. Yoki ota-ona faqat shirinlik yeydigan bo'lib qolgandan keyin to'xta deydi. Bilishadi, ular ham ahmoq emas u masalan. Deydi, dodasi bu bermalaring olib qo'y, hammasini yig'ishda dasturxonga ham pechoniy, yesa qo'yma. Yemasa. Kutishadi 3-4 kun. Bolaga bermasa, bola hech narsa yemaydi. Na o'ylashadi, shuni olib qo'ysam shirinlik xo'r bo'lsa bola. Ovqat yeb ketadi, yemaydi. Bu ham ota-onaning bosib o'tgan yo'li, yemaydi. Nima qilish kerak? Oshqozon osti bezini yaxshilash kerak. Uni tabiiy yo'llar bilan sog'lomlashtirish kerak. Buyrakni tabiiy yo'llar bilan tozalash kerak. Jigarni tabiiy usullar bilan tozalab sog'lomlashtirish kerak. Endi yana bitta narsa. Agar bolani o't yo'llari yoki 12 barmoqda lamli bo'lsa, bu yerda endi olimlar ikkita guruhga bo'linishadi. Ba'zi olimlar o't qopida lambili yashamaydi. Chunki jelich kislota lambilarni o'ldiradi degan gipoteza bilan bitta guruhga bo'linishadi. Ikkinchi guruh olimlar aytishadiki, yo'q deyshadi. Ular yashashadi o't yo'llarida. Men ikkinchi guruhga qo'shilaman ko'proq. Nega? Qarang, agar jigar nosog'lom bo'lsa, safroni konsentratsiyasi zaif bo'ladi, slabiy bo'ladi. Zaif bo'lgandan keyin u lambilarni obolochkasini bemalol yorib uni nobud qila olmaydi-da, kuchi yetmaydi. Aniqki lambilarni lambilar demak o't yo'llarida yashashi mumkin ekan. Endi savol. Bolani analiz topshirtirsa lambilar chiqdi. Bo'ldi, o't yo'lida u probka hosil qiladi, juda ko'payib ketadi u ham. O't safro yaxshi ajralib 12 barmoqli ichakka tushmadimi? Ichakda nima boshlanadi? Mikrobiota buziladi. Ana sizga immunitet pastligi, ana sizda vitamin minerallar parchalanishi, so'rilishini buzilishi. Bu yoqda amerikanskiy vitaminlarni olib berishadimi, bir narsalarni maqtanib gapirib qo'yishadi, qilishadimi? Foydasi yo'q. Demak, savolingizga qaytamiz. Tabiiy preparatlarni berdingiz, kimyoviy preparatlarni beryapsiz, foyda bo'lmayapti, chiqyapti borgan sari. Endi ota-ona bo'lmagan, endi ota-bobomiz qilgan tabobatga qaytamiz deb boyaga o'tlarni berishdi, damlamalarni berishdi, va hokazo so'plarni berishdi. Men faqat oqsilli narsa beraman, ani foydasi bo'lmayapti. Nima qilishimiz kerak? Demak, bu yerda biz oshqozon ichakni yaxshilaymiz. To'g'ri. Endi oshqozonda mana nima kislota kam bo'lsa, ovqat hazm go'sht parchalashga qiynaladi. Demak, yaxshi hazm bo'lmagandan keyin ichkarida brajeniya bo'ladi. Bezg'ish, ajich. Endi yana aytaylik, oshqozonda muammo bormi? Nima qilamiz? Unga sirka berishimiz mumkin. 7 yoshdan tepasiga. Endi boshqa tabiiy yo'llari bor, kichkina yoshga keyin qaytamiz. Sirka endi kichkina dozada, masalan, olma sirkalari bo'ladi. Uzun tabiiy bo'lishi kerak. Magazindagi emas. Biz aytamizki, kimlar mana amerikanskiy, Sobir aka, men uyimda amerikanskiy barak topdim. Sirkadagi texnologiya ishlatilmaydi. Olmani oldingiz, achitdingiz, bir xil bo'ladi. Amerikada ham bir xil. Endi O'zbekistondagidan zo'r-yu. O'zbekistondagini nega yaxshi desa, baraka topib ko'ring. O'zbekistonda qilayotgan odam bismillah deb qiladi deyman. Bu tamom. To'g'ri. Qozonga qaragan ayol kishi bormi, nimadir qo'liga narsa qilyaptimi, bismillah bilan. Bismillah bilan boshlangan ish yaxshi deyiladi. O'zbekiston sirkasi tushunarli. Bu o'zi avval boshiga qaytsak-da o'zi. Birdaniga o'sha qonni kamqonligiga o'tib ketdik. O'zi alomatlari, umid sizga asosan
bu ota-onadan o'tadimi yoki ko'pincha yoki o'zi tabiiy sharoitda qon kamligi kuzatiladimi? Ya'ni nasliy tomoniga ham bog'liqmi bu? Yo'q, o'zi bu nasliy kasallik emas, kamqonlik, lekin agar ona homiladorlik davrida 60 gemoglobin, 70 gemoglobin bilan yurgan bo'lsa, homila rivojlanayotgan davrida onadan o'sha temir moddalarini olib, o'sha hamma qonda nima kerakli bo'lsa bolaga, u bola olib o'ziga zapas qilishni boshlashi kerak. Qurilish materiali Endi sifatida. onani o'zida yo'q u narsa. Bola nima zapas qiladi? Zapasi yo'q tug'ildi. Mana endi u bola yashayapti. Hayotga keldi. Ana endi hamma organlar jadal ishlash kerak. Ular ishlashi uchun kislorod kerak. Kislorodni olib tarqatuvchi bu qon. Qon kam. Bola nimjon. Yaxshi o'smayapti. Aybi ona sutiga kashaga ag'daramiz. Yoki bo'lmasa bola tug'ilishi bilan juda ko'p shamolladi. Nima uchun? Yana qonga qaytish kerak. Qon kam, kislorod tashilmayapti, organlar yaxshi ishlamayapti. Umuman organizm virus bakteriyalar bilan kurasha olmayapti degan fikr. Shuning uchun menga shunaqa ahvolda kelganda onasidan so'rayman, homiladorligingizda gemoglobingiz qancha bo'lgan deyman. To'g'risi xafa bo'lib ketaman, onalarimizning tibbiy madaniyati, savodxonligi yo'qligidan, past demayman, yo'q. Nima uchun? Kulib gapirishadi. Voy, men 60 ta yurganman yoki 70 ta yurganman. Xursand. Shunda tuqqanman deyishadi. Mag'rurlanib gapirishadi. Maqtanib gapiradi. Men 60 gemoglobin bilan tug'ganman. Ha, yana nima deydi? Meni kuchim ko'p edi degan ma'noda. O'sha paytda to'g'risi aytaman, davleniyam oshib ketadi shu gapni eshitgandan keyin, chunki xo'p, siz ko'taribsiz, yuribsiz, hali buni asoratini 40 dan keyin ko'rishni boshlaysiz. Mayli. Ne тебя не жалко. Menga siz жалко emassiz, menga bola жалко. Chunki bu endi dunyoga keldi. Bu bola bog'chadan keyin maktabga borish kerak. Maktabda bu bola yaxshi o'qish kerak. Ertaga yaxshi o'qigandan keyin u katta inson bo'lishi kerak, bilimli inson bo'lishi kerak. Chunki u ertaga bola chaqasini, ota-onasini boqish kerak, to'g'rimi? Endi hozir shunaqa deymiz-ku, o'zini o'zi davolaydigan avlod vujudga keldi-da hozir. O'sha ayni ota-ona bo'ladigan yoshlarimiz o'zini o'zi lecheniya qiladigan, o'sha internetdan ko'rib, o'zi xohlab, o'zi ikkita narsani bir-biriga qo'shib davolaydigan kunga yetib keldi-da. Shunaqa. Ularga mutaxassis kerak emas. Ularga vrach umuman kerak emas. Misol uchun bola shamollab qolsa, sirazi ko'chaga chiqishib yoki eriga sirazi SMS yozaveradi. Menga deydi, men narsalarni olib keling, bo'ldi, men o'zim davolab olaman. Lekin sizlar gapingizdan ma'lum bo'ldiki, buni keltirib chiquvchi sabablari bor. Ketma-ketligi bor. Bu ketma-ketligiga amal qilinmasa, foydasi yo'q. Bir xil shunaqa savol tug'iladi. Misol uchun, sizni qabulingizga keldi, o'sha 70 gemoglobin bilan bola. Bunga birinchi navbatda nima muolaja qilish kerak? Ya'ni keyingi etaplari qanaqa bo'ladi? Bilasizmi, mana shu bitta gemoglobinni soni bu sizni yozadigan lecheniyingiz belgilab bera olmaydi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bu savolni nimaga beryapman? Ko'pchilik ota-onalar boradi vrachga, назначение yozdiradi. O'sha balkim tekshirtirar ham, ya'ni qanchaligini keyin olib borar. Keyin tekshirtirib bo'lgandan keyin o'sha lecheniyani oladi. Olib bo'lgandan keyin 1 oydan keyin borsangiz yana o'sha ahvol. Shunaqa. Ya'ni ko'l yozib bergan, qon ko'paytiruvchi ko'l yozib berishgan. To'g'ri aytadi, misol uchun orada yana borib tekshirtirish mumkin. Bori yana 100-120 ga ko'tariladi gemoglobin. Keyin yana tushib ketadi. Shuni sababi nimada o'zi? Birinchidan doktorlarimizni lecheniya yozgan paytda ularning vazifasi sog'lom ovqatlantirish, foydali ovqatlantirish va nima berish kerakligini ham tushuntirib o'tish kerak o'zi aslida shifokorlar. Lekin ba'zida erinishadi yoki vaqt yetmasligi mumkin. Mana shunaqa holatda, mana misol uchun menga bemor kelsa, "Mitopa gemoglobingiz 70, bir narsa yozib bering, bo'ldi." Bu degani dori yozing, bo'ldi. Shuni aytayman. Yoki bo'lmasa telefonda, Telegramda yozishadi. "Mitopa qon topshirdik, bolamni gemoglobini 80 chiqdi, bitta dori aytib yuboring." Shuni olib bersak, Bo'ldi. Qo'shimcha ovqatlanish. Yo'q, men aytamanki, agar men bolamni ko'rishim kerak deb qisqilonda yozaman. Nega?
men bolani ko'rishim kerak emas. Men onaga o'tirib Tushuntirishingiz 45 minut tushuntirishim kerak. Mhm. Men shuning uchun chaqirtiraman. Menga bola kerak emas u paytda. Mana shu paytda onalarga o'zi shu kungacha nima bilan boqyotdingiz? Ratsionini so'raysiz. Albatta, nima yeydi bola o'zi? Siz o'zi nima pishirib berasiz? Ammo 6 oydan hammamiz yeydigan qozon ovqatdan beraman. 6 oyli chaqaloqga. Da, bor shunaqalar. Yoki bo'ladi bir xillari men bolaga 3 yoshgacha alohida qozon qaynataman. Yoki bo'ladiki, men doktor nimani tushuntirsa, o'shani Qancha shu yozib protsenti qo'yib- qancha? Qozon ovqat beradiganlar bilan alohida qozon Na, qaynatadiganlar. alohida qozon qaynatadiganlar bir 10% bo'lsa kerak. Qolgan 90% uyda nima pishsa, o'shani ezib, o'sha narsani O'zi ezib chaynab. yedirsam, bu ovqat uning uchun deb o'ylashadi. Vaholanki bolaga ovqat bu ezilgan narsa emas. U hazm bo'lishi ehtimoli bor, yo'q, mumkin emas. O'shalari. Shuning uchun onalar bolam yemagan mana buncha nima dori ichsin deb savol bersa, men achinib ketaman shu onaga. Juda ham achinib ketaman, chunki bu bitta bolasi shunaqa bo'ldimi, u yana hozir 4 ta 5 ta tug'ishadi onalar, masalan onalar 6 tagacha tug'ishyapti. Endi faraz qiling, bunaqa savodxonlik bilan 6 ta bolani sog'lom tarbiyalash. Endi umid deb o'sha Juda odamga qiyin. sizga preparat yozib bering, yaxshisidan yozib bering, qon ko'paytiradigan opajonim deb yozsa, umid ham javob yozmasa qizg'andi bilaman. Yo'q, qizg'andi Yo'q, emas. shunaqa deb Mensimadilar. Mensimadilar. Bo'lishi mumkin mensimadilar yoki qizg'andi, shuni e'tibor sanamaydi, shuni yozib olsanamaydi. Shunaqa. Chunki shifokor haqqi yo'q-da. Odamni biz aytamiz konsultatsiyaga chaqirishdan maqsad nima? Uni ko'rish kerak. Holatini. Masalan, bitta holat bo'lgan, endi buni vaqti kelibdi shekilli aytadigan. O'sha ota-onalarni tez yarim tayyor bo'luvchi mahsulotlarni berishi, o'sha lapsha mahsulotlar. Uni tarkibida nima bor? To'g'ri, 5 minutda tayyor bo'ladi, bola mazza qilib yeb oladi uni, xursand bo'ladi. Lekin keyin u keltirib chiqadigan kasalliklar bilan ishi yo'q ota. Siz boyagi savolingizga qarasak, qarang, nega gemoglobin ko'tarilmaydi? Biz boyagi gapimiz ozgina chala qolib ketuvdi. Balkim bo'lishi mumkin. O'zi dunyo aholisining 2 milliarddan oshig'i kamqonlikni har xil darajasi bilan kasallanadi. Bola ichida ham juda ko'p. 80-90% parazit yotadi. Ya'ni ichida yoki boshqa joylarda qon so'ruvchi gijjalar ham bo'lishi mumkin. Oddiy askariydan o'zi bir osh qoshiqgacha qon ichib qo'yishi mumkin. Yana eng yomon tomoni gijjalar ichakni shilliq qavatini zararlaydi. Yallig'lanish chaqiradi. Bo'ldi, u bolada B guruh vitamini sintez bo'lmaydi. Keyin bolam nervni sabr aka tishlab oladi, ani urushib ketadi, yeb oladi, men bularni tushunmayman, adasi unaqa emas, biz unaqa emas, tinch anaqa oilamizda-yu, lekin men bolam kimga o'xshagani kim bilmadim. Ich qotyapti bolangni, paraziti bor. Uni fonida gemoglobin past. Demak, gemoglobinni ko'tarish uchun ba'zida parazitlarni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uni yo'qotamiz, nosog'lom organlarni tiklaymiz, tabiiy yo'llar bilan keyin qon ko'paytirishga harakat qilamiz. Bu og'irroq holatdagi bolalarga aytiladi. Agar kimdir bolasi aytadi, men mana sirop berdim, hozir internetda bitta sirop trend bo'lib qolgan, gemoglobin ko'taradi. Zo'r, yaxshi. Sizga ta'sir qildi degani hammaga ta'sir qiladi degani emas. Ko'rinishdagi bularga ta'sir qildi degani emas. Endi demak, parazitni tozalamasdan, lekin men hali kam ko'raman, pediatrlarimizni hammasi emas, ko'pchilikda o'sha parazitni esdan chiqarib qo'yishadi. Parazitni yo'qotib, chunki ular gigiyena amal qilishmaydi. Bola dunyoni qo'lidagi narsani olib og'ziga tekkizib tanishadi-da. Ancha tiymus ham tegilachko vejilasa qopti bo'lar ekan. Immuniteti poligoni-da bu. Shunaqa. U tegib mikroblar bilan tashqaridagi mikrobakteriyalar bilan tanishib mustahkam immunitet shakl bo'ladi. Ungacha hammaning bolasi kasal bo'ladi. Kim bo'lmasin, qanaqa odam bo'lmasin, shifokor bolasimi, tabib bolasimi, vazir bolasimi, lo'nini bolasimi farqi kasal bo'lishi aniq. Lekin qaysidir holatlarda bular shifokorga murojaat qiladi. Bizning maqsad bolalarimizni kimyoviy dorilarsiz sekin tabiiy yo'lga olib chiqib davolab, ani bezarar davolab olsak, tabiiy yo'llar bilan shunda kelajagiga ham gemoglobini ham, boshqasi ham hammasi. Qolgan kasalliklarning asosi deb olsak bo'ladimi kamqonlikni? Bo'ladi. Keltirib chiqarishi mumkin degan. Bemalol. Mana shu qarang, umid deb mana sizga ham kelsa kerak. Bizning paytimizda eslasangiz, to'garaklar, har xil qo'shimcha ta'lim beradigan muassasalar bo'lmasdi. O'sha sobiq Sovet paytida. Ota-onalarda
informatsion golod bo'lardi o'sha paytda. Hozir endi bu narsa to'ldi. Arab tili, ingliz tili, hamma xitoy narsa tili, bor. rus tili, xullas, tennismidi, suzishmidi, boksmidi, nima bo'lsa bor. Hamma joyda hamma zo'r taklif beradi. Endi o'sha bo'shliqdan chiqqan ota-ona nima qiladi? Mani bolam mendan ham baxtli, mendan ham muvaffaqiyatli, mendan aqlli bo'lsin deydi. Bolasini o'togaridan chiqadi. Arab tilidan chiqdi, ingliz tilidan chiqdi, sportga bordi. O'zi gemoglobin keladi bola, popkan shuna tashiydi, kechqurun ovqat yemay top etib tashlab qotib uxlaydi. Shunaqa. Buni vgaraniya qilyapsizlar, kuydirib qo'yyapsizlar bolani. 2-3 yil hozir unga qiziq yoki sizlarni bosiminglar ostida qilyapti, lekin u keyinchalik bezib qoladi. Shunaqa. To'xtatamiz. Hozir men o'qitmaydi demayman, to'xtatamiz vaqtinchalik. Keling, oldin bolani sog' tanda sog'lom aql. Xotirasi zo'r bo'lishi uchun, gubkadek, mana shu gubkaga o'xshab ilmni shimol olishi uchun gemoglobin zo'r bo'lishi kerak. Qon kislorodni bosh miyaga yetkazib olib bera olmasa, xotira bo'lmaydi. O'zlashtirish ham past bo'ladi. Men yoshligimda eslayman, karra jadvalni yodlamagan ekanman. Opam chaqtili adam. Ukam ikkalamiz endi ikkita o'g'limiz, ikkita qiz. Ikkalamiz ikkita burchakka turg'izib qo'ydilar. Ertalabgacha mana shuni yodlaysanlar. Endi turimiz deb arazlaganman, orqasida bo'lardi-yu, Daftar orqasida. Yo'qlayotirman bir kere bir, ketdi, ikki kere, uch kere. Xullas, charchaganimiz ko'rdilar. Bo'pti, yo'qlaring. Ertaga yo'qlab oling, mana bunaqa qilmalaring. Keyin ukam yugurib kirib ketdi uxlagan. Men endi jahlim chiqdi. Men jazolanganim uchun jahlim chiqdi-da. Yodlamasam ertalabgacha turaman, yodlamasam yotmayman deb. Bir kecha yodlab qo'yganman. Necha soatda yodlab qo'yganman. Qarang, xotira qanaqa bo'lgan. Chunki qon gemoglobin yaxshi bo'lganda. Keling, boya aytaman deb esdan chiqib qolibdi, oddiy xalq uchun gemoglobin nima o'zi. Buni Gulbahor opa zo'r tushuntirib qo'ygan ekanlar, qoyil qoldim. Bongada hamma biladi, uyda olchaning kompoti bo'ladi. Kompotning tagida olchalari, ustida suyuq qismi suv. Bu suyuq qismini biz qonni plazmasi deymiz. Tegidagi donachalarini biz qonni shakllaydigan elementlar, eritrosit, trombosit va hokazo. Eritrositlar o'sha xuddi olchalar deylik. Sizni farzandingiz shu olchalarning soni kam yoki ularni kачествоsi past. O'zi shu qizil qon tanacha eritrositlar temirni o'ziga biriktirib oladi-da, oqib borib o'sha miyasiga, hamma tanasiga, to'qimalarga tarqatishadi. Endi eritrositlarni biz taloqda, demak, taloq kelyapti, qonni qabristonga deganimiz shu. Taloq o'tda sortirovka qiladi. Jarohatlangan yoki muddati tugagan, yashash muddati ketib kelganini oladi, ajratib tashlaydi. Olib qolib bo'ladi, kollagen bilan globulin ajratadi, temir bilan oqsil oladi, jigarga yana qayta ishlashga yuboraveradi. Agar taloq, oshqozon osti bezi yaxshi bo'lmasa, bilinglar o'sha bola go'sht yemaydi. O'sha bolaning ishtahasi ham yaxshi bo'lmaydi. Oshqozon osti bezida apetit kletkalari bor-da. Bu ota-onadan o'tgan bo'lishi mumkin yoki keyin shakllangan bo'lishi mumkin. Demak, endi qizil qon tanachalarini aytaylik, bu chiqaryapti, organizm ishlab chiqaryapti zavod, qon fabrikasi, lekin u 120 kun, 127 kun yashash kerak edi. Shuni yashamayapti. 80 kun, 90 kun yashayapti. Umri qisqa sezilib qoldi. Yashang. Bo'ldi, bu anemichnik bola bo'laveradi. Chunki zavod brakovniy kletka chiqaryapti. Brakovniy bo'lmaslik uchun nima kerak? Qo'shimcha vitamin, mineral, B2, B6, B12, sink, kalsiy va hokazo preparatlar kerak. Mineral vitaminlar kerak. Uni qayerdan olamiz? Savol. Ertalab bolani sariyog' bilan, non bilan onasi ketkizib oldi. Bormi tarkibida kalsiy, sink, temir va hokazo? Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Murabbo bilan non ichib, shakar choy bilan ketkizib oldi. Bormi tarkibida vitamin, mineral? Hech narsa yo'q. Endi obedda keldi, kechqurungi ovqat isitildi, o'shani yeb oldi. Masalan, mastavani ichib oldi. Bormi? Yo'q. Xlorofil yeyish kerak bola. Ya'ni yashil sabzavotlar. Yedim bolalar. Yemaydi-da. Hozir men ota-onadan so'ymasdan so'ydim. Ota-onalar nima sabzavot berasiz-chi, anaqa deydi. Shu pomidor, bodring, boshqa sabzavotlarni bilishmaydi. Karam yeydimi? Yo'q. Turib yeydimi? Yo'q. Sholg'omchi? Yo'q. Qovoq yeydimi? Yo'q. Qaraychi. Buni yedim? Yo'q. Xuddi go'yoki dunyoda pomidor, bodringdan boshqa sabzavot yo'q. Bizlar xolodilnik faqat tush kerak. Bu baraka topib ko'rdi. Yemayotgan bo'lsa, biz ishtahani ochib, oshqozon osti bezi, ichaklarni sog'lomlashtirib, sekin-sekinlik bilan gemoglobinlarni ko'tarib, borsak bola yeb ketadi sekin. Chunki ota-onani o'zi yemayapti-da. Shunaqa. Kosasidan terib tashlaydi, injir. Endi Xudoy taolo shunaqa yaratganki, mana bu meva sabzavotdagi bor mineralni bunisidan topa olmaysiz. Bunisida bor, bunisidan topa olmaysiz. Siz gapingiz bo'ldim. Menga hozir bitta fikr kelib qoldi, shu esdan chiqmasdan so'ray. O'zi tajribangizda xuddi shunaqa diagnoz bilan kelib, go'sht yemaydigan, keyin ortiqcha o'sha sabzavotlarni asosan sholg'om, qovoq yemaydigan bolalar kelib, o'sha muolajani natijasida
Yeb ketganlari bormi? 95% holatda yeb ketishgan. Nechidir foiz holatlarda biza kutgan natija bo'lmagan, to'g'ri. Chunki ba'zi holatda men ota-onalarni aybdorni bilaman. Sal befarq bo'lib qolishadi. Yoki oxirigacha olib borishmaydi. Vaqtida qilib berishmaydi. Ozgina shirinlikdan tiyib olish kerak bolalar. Talab ham endi qat'iy bo'lsa kerak-da, ketma-ketligi. Shular qilinsa, nechta eshikka kirdingiz mengacha deyman. Aytinglar 22 ta. 25-chisiga ham borib 20-30-chiga qarab kelsa, qilmang hech narsani deyman. Bu yerda shifokor bilan yoki tabib kim bo'lishidan qat'iy nazar mutaxassis bilan ota-ona bitta komanda bo'lishi kerak. Shunaqa. Agar ular birlasha olmasa, Shunaqa. natija nolga teng. Mana Umid opam meni ham jahlim chiqadi. Xohish bitta bo'lishi kerak-da. Ikkalasi bitta yo'lda shifokor Maqsad yoki bitta yo'l ko'rsatadi. Yandex kartani chizib beradi. Mana bitta turibdi shifo bolangni shifosi. Lekin shu yo'ldan yurib o'tishing kerak. Mana shu vodiylardan o'tishing kerak desangiz, voy men o'ta olmayman deb, bilasiz meni ishim bor deb, unaqa qila olmaymiz, sharoitimiz yo'q. Bo'lmasa nima xohlayapsiz? Boring, dori qo'lingizni qiling. Nima qilishim kerak? Men bizani ham uyda kasallik bo'ladi. Hammani uyiga hammaga kasallik keladi. Lekin tabiiy yo'l bilan chiqarib olgan boshqa. Immunitetin mustahkam qolgan holatda yoki immunitetni dabdala qilib, razrушение qilib, kapelnis antibiotiklar bilan chiqarib olgan boshqa kasallik. Shunaqa. Bu antibiotik kapelnislarning hammasi ham bu qon shakllanishiga ta'sir to'sib bermasligi mumkin. Hemoglobin tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozir men o'ylab turibman-da, endi men ham oxirgi paytda farzandlarimni kichik o'rtancha o'g'limda qarasam oxirgi payt injiq bo'lib qolibdi-da. Hozir siz gapingizdan, sizlarning gapingizdan nima qilyapman? Balkim diagnoz qo'yapman o'zimcha. Balkim meni ham farzandimda shunaqa holat, lekin ko'rinishi yaxshi, yuz tuzilishi boshqasi, lekin shu injiqligi bor. Keyin o'sha siz aytganingizdek go'shtlarni uncha xohlamaydi. Yemaydi deyarli. O'sha siz aytganingizdek men hozir o'ylab o'tiribman-da, shashlikni yeydi gap bo'lishi mumkin emas. Go'shtli ovqatlar bo'ladi-yu, qozon kabobga o'xshaganlardagi go'shtlarni yeyishi mumkin. Lekin men bu ovqatlarni misol uchun mastavani ichida keladigan go'shtlar, keyin sho'rvadagi go'shtlar, bularni xohlamaydi. Hozir o'ylayapman, balkim meni ham farzandimda kamqonlik bormikan degan. Yaxshi ko'rishiga ham bitta narsa, shu shashliklarni deymiz yoki o'sha baqbat ovqatlarni go'shti marinatsiya qilinadi, mazasi kuchaytiriladi. Shu darajada kuchaytiriladiki, u bola o'shani sezadi va unga yoqadi. Endi mashhurda mastavaga biz shunaqa qilamizmi go'shtni? Tayyor go'shtni olib, to'g'rab solamiz, ishlatamiz, bo'ldi. Biz unga ishlov bermaymiz, mazasini kuchaytirmaymiz. Shuning uchun o'sha ovqatda go'sht chiqsa ajratishadi. Lavash, gamburger, shaurmalarni go'shti yoki shashlikni go'shti bo'lsa, uni yeyishadi. Ota-onalar aytadi, o'shani yaxshi ko'rib yegan uchun men uni ko'proq beraman deydi. Lekin u ko'proq berishi aslida kamqonlikni davolanishiga yoki oldini olishiga, nazorat yomonlashishiga olib keladi. Nega? U bola o'sha marinatni yemaguncha, olmaguncha boshqa go'sht yemaydi. Endi butun umr bola shuni yeb katta bo'lmaydi-ku aslida. Albatta. O'shaning uchun mana shu o'tkir mazali narsalarni yaxshi ko'rishi ham bu yomon oqibat, shubhaga borishga alomat, yomon alomat bu. Shuning uchun bolalarga yoshligidan yegisi keldi, hisob qo'ydik. Ota-ona o'zi fast food yegisi kelib kafega borsangiz, ko'pincha ahamiyat beraman. Bolasini ham детский stulga o'tkazib qo'yishadi, oldiga bir nimalar to'kib qo'yishadi va go'shtidan og'ziga solib o'tirishadi. O'sha bola mashhurda ham ichmaydi, ertaga mastava ham ichmaydi, qaynatma sho'rani vobshe ichmaydi. Misol uchun. Qarab turaman-da, yurmaydigan bolaga free yedirib o'tiribdi yoki go'sht qilib qo'yyapti deyman. Hozirgi kunda eng trenddagi deydimi? Mahsulotlardan bittasi free-da. Chipslar, frilar, suxariklar. Ota-onalarda bular nomer 1 bolalar uchun. Shunaqa. Boya gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Aytasiz, ana gamburger yeydi, haqiqatda shunaqa deyishadi. Lekin lavash yeydi. Men aytamanki, qarang, lavash qiladigan joylarga borsangiz, odam ko'p bo'lsa, to'xta, palonchi Umid opa kelibdilar, yoki ana odam kelibdi, yaxshilab pishsin deb kutib o'tirib kesmaydi. Chala go'sht pishgan go'sht ham solib beraveradi sizga. Mayonezlar bilan, ketchuplar bilan aralashgandan keyin kimik preparatlar bilan u mazaliroq tuyulib ketadi. Mazali tuyulgan narsani, bola mazani, go'sht mazasini
shunaqa narsalar bilan birinchi tanidimi? Endi sizni kosangizdagi go'sht mazasi o't yeb katta bo'lgan qo'chqordan qilmaysizmi sho'rvani, bastavani. Bemazadek tuyulaveradi. Haqiqatda yemaydi. Bu katta muammo. Oqsil yemagan bolalarda keyinchalikka men aytamanki, bolangiz go'sht yemayaptimi? Aniqki uni kamqonligi bo'ladi, aniqki. Bu holatda. Chunki oqsil bo'lmasa, aminokislotalar bo'lmasa, gemoglobin shakllanmaydi. Men dorini ichiga aptekachilarning bolalarini rangini qo'yib, olib bersa ushlar olib beradi. Korobkaning ichiga bolalarni cho'miltirib, avvalniga tabletkalar bilan, sirop bilan bo'ktirib qo'ymaydi. O'zlashtirilmaydi. Endi uzr qo'pol misol uchun, endi qarang. O'sha fast foodlarni yegan tanigan bola bu bog'atni yemaydi. Keyinchalik ulg'ayib katta bo'ldi. Ayol qizlarimizda qanaqa muammo kutadi keyinchalik. Ularda turmushga chiqqan qizlarimizni hozir voyaga yetgandan keyin, demak, 10 tadan 7 ta 8 tasida vekilish. Bola tushib qolishi, jismoniy yoki o'sha jinsiy aqllikdan keyin yoki boshqa zo'riqishdan keyin tushib qolyapti. Ozgina nagruzka. Kuyovlar, ha, siz saqlaninglar Sobir aka, narx tashib yuribdi. Ha, siz yana saqlaninglar. Yashayapsam, ko'ryapsam degiz keladi-da. Endi uzr-ku. Yashaydimi bu? Oila qilib yoki shunaqa yoshlar ham bor. Nimaga? Endi o'sha ayol kishini, aytaylik, bachadonini qop deb tasavvur qilsak, bola ushab turadigan, uni mushak qismi bor, devori. O'sha zaif bo'lib qoladi. U oqsil kerak, unga aminokislotalar kerak. U go'shtdan olamiz. Uni o'simliklardan olamiz. Loviya, fasol, grechka, afsanki, bularni yemagandan keyin qattan uni matkasi, bachadonini mushak qismi baquvvat bo'ladi. Bizlar do'da buvilarimiz og'ir homilador bo'lsa ham ko'tarib tashib yurishgan. Hozir kechalik narsani ko'tarib erta bo'lib qoldi-yu. Vekilishdi. Qizlarda ayashang, bu bitta qizlardagi problema, ayol qizlarimizda. Endi bolalarda qanaqa? O'zbek xalqi bu vegan emas-da, biz vegetarian emas. Shunaqa. Go'shtxo'r desa ham bo'ladi. Yashang. Go'sht taomlarning sayyididir deyilgan diniy ta'limotimizda, olimlarimiz aytishi bo'yicha, to'g'rimi? Go'sht, masalan, Qurbon hayitida go'sht so'yilishi yoki qo'y go'shtini iste'mol qilish va hokazo. Bular hammasi bizning qadriyatimizga singib ketgan. Go'sht yemayaptimi? Erkak kishi katta bo'lsa kim bo'ladi? Aniqki, testosteroni past, zaifroq, xo'p bo'ladi, ko'p bo'lgan erkakka aylanadi. Bizga bu jamiyatda men bunaqa erkak yaxshi o'rin tuta olmaydi. Yashang. Shuning uchun hozir buni yeb ketar emas. Yeb ketmaydi, baraka topdi ota-onalar. Hozir qarash kerak. Gemoglobinni ko'tarish kerak, tabiiy yo'llar bilan. Masalan, men qidiraman shunaqa. Bormi preparat, masalan, meni oshqozon ichigimni ham yaxshilasin-da, ozgina. So'rilishi ham oson bo'lsa, tabiiyroq bo'lsa, kimiyskiy moddalar kam bo'lsa. Bormi shunaqa? Masalan, men biz ota-onalarga mana masalan ismaloqni o'zi juda bir Yevropada sabzavotlarning qirolichasi deyishadi. Qimmat restoranlarga kirsangiz, biz somsa qiyilgan shpinatni, ismaloqni chetiga 4 ta dona bay qo'yib qo'yishadi. Ular voy endi uni ko'zga surib yeyishadi. Bizda somsada o'ldirib yeymiz. Uni xomini olib, sokini chiqarib, masalan 50 gram ismaloq soki, 100 gram olma yoki 50 gram sabzi qilib uchalasini qo'shib turib bersak, sekin-sekin bolalar qaradi, muddat ovqatdan oldin ichib borsa, bu ham sekin qon ko'payishiga ta'sir ko'rsatadi. Endi qarang. Buni aytamiz ota-onalarga, soki terapiya bilan ancha-muncha kasallikni bartaraf qilish mumkin. Agar to'g'ri qilinsa, to'g'ri sxemada qilinsa. Lekin hammaning uyida soki vijamalka bor. Mana yozinglar, agar bu yerda kuzatuvchilar kim uyida yo'q bo'lsa yozinglar, menda yo'q deb. 90% odam uyida soki vijamalka bor. Lekin u 1 yilda 1 marta yoki 2 marta ishlaydi yoki ishlamaydi. Hammani shkafida qatib turadi. Nimaga? Bilasizmi? Soki vijamalka narsani solib knopkani bosib sokini chiqarib beryapti-yu tayyorgani. Nega foydalanmaydi? Ayol qizlarimiz nega? Siz uni chiqarib olib, sokini chiqarib olish 2 minutlik ish. Lekin uni undan keyin chayib yuvib hammasini joy-joyiga yig'ib qo'yib qo'yish yarim soat ishdi. Hali o'shanisidan erinishadi, qilishmaydi. Sobir aka, mayli shuni vaqtim bo'lmaydi deb bir kun qilaman, bir hafta qilaman, qolib ketadi. Uyda chirib sasiydi ekan, xo'jayinim olib kelib bersalar, men nima desam olib kelib beradilar, qizg'anmaydi unaqa narsalar. Shu erkaklarning vazifasi o'zi faqat olib kelib berish. Olib kelib beradilar, lekin qila olmayman. Shuni boshqa bir narsasi yo'qmi, bundoq ichib qidiryapmiz. Bormi boshqa preparat tayyor narsa sizlarda? O'zbekistonda ko'p ishlab chiqariladi bu narsalar. Ya'ni O'zbekistonda tabiiy demoqchilarki, siz o'zingiz bemorlaringizda misol kelishadi-yu. Yozasiz, to'g'rimi? Asosan yaqin insonlaringizga nimalar yozasiz?
to'g'risini tabiiy aytsam man bemorlarni xohlik- yaqin uzog'i bo'lmaydi. Hammasi mani oldimga keldimi bo'ldi. Bular уже bir umidda kelgan. Misol uchun o'zimni bolalarimga, o'zim nevaramga qanaqa ravo ko'rsam, xuddi shunaqa ravo ko'raman. Chunki buni ham Xudo yaratgan, ya'ni baribir birovni bolasida, bola-ku deyman. Masalan, men juda ham ota-onaga nisbatan bolaga ko'proq achinaman. Shuning uchun ota-onalar mendan ko'proq gapirishadi, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun pediatrlikni tanlagan kerak. Shunaqa. Bolani shunaqa holati yoqadiki menga, bolalarni to'g'ri davolasangiz tez tuzaladi, natija tez ko'rinadi. Ular aytilgan narsani ona o'z vaqtida bersa, bolalar qabul qiladi va natijani tez ko'rasiz. Kattalar bilan ishlash ozgina qiyinroq, chunki dangasaroq ularni bo'lishadi. o'zini fikri bo'ladi, doktor gapiraveradi Siz deydi. mingta narsa maslahat berasiz, O'zini shundan aytgani qiladi baribir. Shuning o'ntasini uchun olishadi, bolalarni ishlash shunisi yaxshi, natijani tez ko'rasiz. Endi o'zingiz kontrol qila olmaysiz, to'g'rimi? Bolani kontrol qiladigan odam bor tepasida. shunaqa bo'ladi. Onalar juda ham больницаga ko'p bola bilan yotib charchagan, antibiotikdan charchagan, umuman dori darmondan charchagan onalar bo'ladi. Umid opa, juda charchab ketdim. Shuni immunitetini ko'tarib bering yoki nima bering, immuniteti ko'tarilsin. Iloji bo'lsa, tabiiy bo'lsin, rastительный bo'lsin. Ancha o'rganishyapti onalar. Shunaqa narsa bering, beraman bolamga deyshadi, misol uchun. Ana o'shaqa paytda immunitet bilan ko'proq murojaat qilishadi. Immunitetni ko'tarishdan oldin qoninglarni bitta ko'ringlar deyman. Ya'ni gemoglobin miqdorini bitta ko'rib oling deyman. Chunki immunitetni o'zini davolab ketish mumkin. Agarda qoni gemoglobini yaxshi bo'lsa. Agar u past bo'lib turgan bo'lsa-chi, buni ko'tarish qiyin. Natija bo'lmaydi. Qon analizida gemoglobinni ko'rdik, pastmi? Demak, biz ham qon ko'paytiruvchi, ham immunitet ko'taruvchini baravar olib borishimiz kerak. Mana shunaqa paytda dorilardan bezigan onalar ko'proq tabiiyroq, bezararroq va bola с удовольствием ichadigan, ya'ni ichmayman deb yig'lamaydigan dori bo'lsin deydi. Men endi hozir bu yerda Shunaqa paytda e'tiroz bo'lib qolishi mumkin-da. Aynan o'sha dorilardan charchagan bo'lish shartmi? shart emas, lekin bizani onalar o'shangacha boradi-da. Endi bilasizmi, bolam yaxshi, sog'lom, gemoglobini 120, men 1 yilda 2 martagina shom oladi unaqa. Dalsha shunaqa ketish uchun nimalar qiladigan onani men ko'rmaganman. Unaqasi kelmaydi men oldimga. Faqat o'sha obdon, Ha, hamma narsani Ha. o'zicha Shunday. qilib, keyin Chunki- oxiri natijani ko'rmagandan keyin, Ha. keyin kelib murojaat qilib, men mana shunaqa chiqib qo'ydim demaydi unda ham. Yo'q. O'shanda albatta bu bolani ximiyaga to'lib ketganini ko'rib, to'g'risi jigariga achinaman, buyragiga achinaman va harakat qilaman bu bolaga zarar bermaydigan yengilroq narsalar yozishga. Ya'ni bunda biz ko'proq tabiatga murojaat qilamiz. То есть rastительный preparatlar bor o'simliklardan, ya'ni shifobaxsh davolovchi giyohlardan tayyorlangan preparatlar bor, aptekalarda sotiladi ular. O'sha narsalar bilan ham meni tavsiya qilasiz. men endi men bilganim Sinovdan o'tkazganingiz bab bo'ladi-ku, to'g'rimi? Chunki mahsulot ko'p bo'lgani bilan aynan sinovdan o'tkazganingiz. Nimani tavsiya qilardingiz? Men ko'proq bolalarga Animadox preparatini va Vital Forte, goda uni, goda buni, ya'ni holatiga qarab turib shu ikkita preparatni ko'proq ishlataman. Ya'ni bu preparatlar menga yoqqan tarafi nimada? Birinchidan, uni tarkibini 90% tabiiy shifobaxsh o'simliklarni ekstraktidan tayyorlangan. Bu birinchisi. Va ikkinchisi, uni tarkibida temir tuzlari ham bor. Alohida temir tuzlari ham qo'shilgan. Menga yoqqan tarafi shu. Endi yana bitta narsasi, bu preparatni onalar bergan paytda men har doim aytaman, bolani qorniga, axlatiga ahamiyat berib turinglar, qoraymadimi? Nimaga? Bu narsa juda muhim. Sababi temir preparati so'rilmasa, axlat qorayib ketadi. Qorni diskomfort bo'ladi, vzutiya bo'ladi, qabziyat rivojlanadi. Bu o'sha ichayotgan preparatini unga umuman to'g'ri kelmayotganligidan darak. O'zi shunaqa bo'ladi deyilish bu noto'g'ri narsa. Ba'zida shifokorlar bo'ladi shunaqa. Temir preparatini ichdi, axlati qorayib ketdi,
qorni dam bo'lyapti, ichi qotyapti, o'zi shunaqa bo'ladi deyishadi ham. Lekin u unaqa bo'lishi kerak emas. eshitganman, o'zi qon preparatini ichganda, temir preparatini shunaqa axir qorayish kerak Yo'q. degan narsani Mana eshitganman. shu noto'g'ri narsa. O'sha temir so'rilmadiki ichakdan, u bu yoqda axlat bilan chiqib ketyapti. Uni qoraytirib. Nima Ya'ni afzalli o'sha- tomonlari bor uni? Mana shu preparatni o'zi buyurganimda ahamiyat beringlar deyman. Chunki menga o'shani ichidagi temiri so'rilyaptimi, o'zi yo'qmi bilish uchun. Ko'pincha axlatini rangi o'zgarmadi degan javob eshitaman. Menga shu yoqadi. Nega? Demak, o'shani tarkibidagi temir so'rilyapti. Men bu preparatni yaxshilab o'rganib chiqqanimda, demak, o'sha ichidagi tabiiy shifobaxsh o'simliklar ekstraktlarini har birini o'rganib chiqqanimda, ya'ni ularni asosan qiladigan ishi oshqozon ichi faoliyatini yaxshilash, fermentativ aktivlikni oshirish, ya'ni o'sha so'rilish qobiliyatini, ichaklardagi o'sha varsinkalarni so'rish qobiliyatini oshirish va surunkali oshqozon ichidagi yallig'lanishlarni bartaraf qilish ekan. Endi qarang, siz oshqozon ichini sog'lomlashtirib turib keyin bering temir, ana u zo'r so'riladi, gemoglobin ham tez ko'tariladi. Lekin bizda bu narsaga ko'p ahamiyat berilmaydi. Birinchi urg'u qonni ko'paytirishga qaratiladi. Temir preparati bo'ladi. Bu noto'g'ri deb Faqat temir hisoblayman. o'zi Da. bo'ladi. Mana shunaqa paytda onalarga "Men bu o'tlarni damlab bering, keyin mana buni bering" desangiz qila olmaydi onalar. Va u o'tlarni qayerdan topaman deydi, qachon Yo'q, damlab balkim beraman deydi. mani ayolim shunaqa qila olar balki. Qila olsa, Nima Nur tavsiya ustiga. qilasiz unda? mana misol uchun damlama sifatida buni bering. Damlama sifatida, ha? Mana misol uchun biza yaxshi biladigan qichitqa o't bor. Krapiva deymiz. Krapivalar yovvoyi holatda ham o'sadi O'zbekiston sharoitida. Ba'zilarni hovlisida uni tabiiy xususiyatini bilgan buvidodalarimiz ati ekib qo'yishadi ham ba'zan. Mana shu krapiva o'simligi bu ham oshqozon ichi, hattoki oshqozon yara kasalligida shuni damlamasini ichishadi. Ya'ni o'sha oshqozon ichidagi yallig'lanishni bartaraf qilish uchun bu o'simlik. Buni quritilgan o'sha o'simlik yoki bo'lmasa tabiiy o'sib turgan yashilini ham damlab nima qilish mumkin? Ichirish mumkin. Shirin miya ildizi deymiz. Damlab bering. Shirin miya ildizi O'zbekistonda bilasiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida eng sifatlilari o'sadi. Ularni bozorda demak, endi uni albatta sotishmaydi. Bizani o'zimizni o'sha Toshkent viloyatida o'sadigan maydaroq salotkalarni bozorlarda sotishadi. Uni ko'pchilik xalq o'ylaydiki, faqat yo'talga deb o'ylashadi. Yo'q, u immunitet ko'taruvchi hamda ichakda yallig'lanishni bartaraf etuvchi xususiyati ham juda kuchli. O'sha ildizdan olib marhamat damlab berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa uzum ekstrakti deymiz. Uzum ekstrakti bu, misol uchun 2 kilo uzumni siz ekstraktini olsangiz, bu 1 choy qoshiq ekstrakt bo'lishi mumkin. Uni ichgan osonmi yoki 2 kilo uzumni bir kunda bola yegani yaxshimi degan savol bo'ladi. Tabiiyki, bola 2 kilo uzum yemaydi bir kunda. Yoki bo'lmasa yana o'sha otquloq ildizi deymiz. Otquloq ildizi ham oshqozon ichini yallig'lanishiga aslida tabiatda bor-da. Bor, lekin bizda bu onalarimiz ko'p bilishmaydi. Aytaman, hozir sama 3 ga ko'payib ketganligi uchun o'zim o'rganaman, internetdan qidirib ko'raman yoki nimadir qilaman. Ya'ni o'sha srazi diagnoz qo'yib berorganligi uchun ham hozir shu holatga kelgan ko'pchilik, ayniqsa bizani O'zbekiston iqlimida kamqonlik juda ham ko'p-da o'zi hozir. Shuni yechimi sifatida Sobir aka, siz nima tavsiya qila olardingiz? Endi hozir Umid aka aytganlaridek, kimdir damlama ichgisi kelsa, damlamalar ham turi ko'p. Krapivada aminokislotalar ham bor-da. Aminokislotalar zanjiri ham bor. Yaxshigina boy, u bilan ham ko'tarib olish mumkin. Hop. Yoki sokdagi tabiiy enzimlar bilan boyatdagi xlorella, bu xlorofil o'simlikdagi gemoglobinni analog. Yashil qon. Yashil qon deb qabul qilsa ham bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Uni bolalar yeyishmayapti hozir. Ko'katlarni yeyishmaydi, zelenlarni yeyishmaydi. Shunaqa. Sabzavotlarni yeyishmayapti. Agar bularni ham ratsioniga qo'shib berib borilsa, ko'tarishga yordam berishi mumkin. Yoki ba'zi bir ota-onalarga yo'q, menga Sobir aka anaqa damlamalardan ko'ra bad eting deyishadi. Biologik faol qo'shimchalar
Buni ham berish mumkin. Masalan, dengiz o'simligi spirulinani kapsula yoki tabletka holatda ham topish mumkin. Bu ham yaxshi ko'tarishga yordam beradi. Lekin boya aytganimdek, agar unda parazit bo'lsa, to'g'ri. foydasi yo'q. Agar uni hazm tizimida muammosi bo'lsa, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bizni Birinchi navbatda narsa sanab berishimiz mumkin. Masalan, quyon sho'rva bering bolaga. Haftada 2 marta bersa mayli. 2 marta bedana sho'rva bering. 2 marta, 3 marta bedanani tuxumini ichirib turing, berib turing, pishirib yedirasiz, boshqa qilib berasiz. Tabiiy soklarni berib turing mayli. Ora-orada bir kunda bitta stakanda. O'sha qizil sabzi, lavlagi va ismaloq. Yoki ismaloq bilan bo'lishi mumkin kivi yoki banan. Hozirgi kunda nima bilan sal qanaqa qiyinroq. Ming xil yo'li bor-da. Bularni berib turishimiz mumkindir balkim. Oqsilga boy, masalan, dukkakliklarni yedirib turishimiz mumkindir balkim. Masalan, men aytaman, no'xat yeydimi? Yo'q, yemaydi. Lovya yeydimi? Yo'q, yemaydi. Fasol yeydimi? Yo'q, yemaydi. Grechka yeydimi? Yo'q, yemaydi. Manni kashi. Manni kashi pustoy kaloriya, hech narsa yo'q. Molga somon berganingizda nima bo'ladi? Somonda hech narsa yo'q, qo'sh qaytarish uchun kerak bu. Boshqa hech narsa yo'q. Qonni ushlab turish uchun. Ya'ni siz somon beryapsiz, qo'ying buni deyman, manni kashani. O'tish oqsil yo'q, aminokislotalar yo'q, kletchatka yo'q, hech balo yo'q. Biza bularni yemayaptimi bolangiz, pyure qilib qo'yasiz deyman. O'sha tuzli suvda ushaladi. No'xat, lovya, fasol, nima o'rislarni kichkina nima garoq deyiladi. Yarim garoq deyiladi. Garoq. O'rislarni garoq. Chechevitsa hozirgi paytda. Shu suvga 5-4 soatga utib qo'yiladi. Nima maqsadda undagi kimik zaharlarni tuz tortib oladi. Qo'limizni arichasi, tuz qo'yib qo'yishardi deb ular. Zaharni tortib olish uchun masalan. Shu tuzdagi narsa, demak, kimik moddani nisbatan tortib oldi. Bitta chaydingizda suvda qaynatdingiz, boshqa pishirdingiz. O'sha pyure qilib xolodilnikka idishlarga solib qo'yasiz. Bola keldi, hammasidan tayyorladingiz, yoniga sabzavotlarni to'g'rab, padliva qilib, tuxumni nimadir qo'yib bering, mayli yeganiga qarab deb. Qiladimi shuni ota-ona? Mana men vaqt Yo'q, Qiyinda. qiladiganlar kam, o'z ba'zida kelib qolishadi shunaqa ota-onalar. Qanaqa ovqatlantirasiz desam, shunaqa sanab berishadi. Voy deyman. Zo'r-ku deyman. Hammasini zo'r qilayotgan ekansiz. Qarang, shucha o'zi 2 oy bo'lgan bo'ladi, mana shunaqa boshlaganiga. Bu bola bunaqa bo'lishi kerak emas, bu ovqat bilan boqib kelgan bo'lganingizda qancha bo'ldi deb boshlaganingizga deb ikkinchi savolni bersam, 2 oy bo'ldi deb o'rganib chiqdim. Men bitta falonchida o'qidim, pistonchida o'qidim. Bo'p, shunaqa demaysizmi deyman. Endi boshlaganingiz zo'r. Siz qisqa muddatda tabiiy narsadan natija kutmang. O'sha yo'lga tushdingizmi, u sekin momentda ko'rinishi mumkin. Kimik dori preparatlar kasallikni o'tkir holatda biza qarshi chiqmaymiz. Olish kerakmi? Olish kerak. Bu xuddi mashina o'chib qoldi. Uni itarib zavat qilish kerak. Zavat qilganga o'xshagan. U kimyoviy dori preparat ham kerak. Og'ir holatlarda temir preparatlarni boshqalarni ichib ko'rkapni boshqaga ovozsin, qilsin. Endi ko'targandan keyin bu tabiiy yo'l bilan stabilga olib kelish kerak. Olib ketish kerak. Ota-onaga ko'p narsa bog'liq. Farzandim sog'lom bo'lsin, aqlli bo'lsin, dono bo'lsin deb u amerikanskiy vitaminlarni berib ko'p eshityapmiz, vitamin D ni yillab beradigan ota-onalar bor. U o'zlashtirilmayapti, o't qopida ham bor, zakip bor, zastoy bor, diskinezia va hokazo. O't qopini to'g'rilamasdan turib foydasi yo'q vitamin D ichirishingiz. Ichingni sog'lomlashtirmasdan turib foydasi yo'q vitamin D ichirish yoki boshqa tabiiy preparatlarni ichirishingizda. Endi boyagi joyga qaytsak, badiga endi bozor shakllanib qoldi. Kimdir, mana akam mana Turkiyadan yubordi, Sobir aka, palonchi Dubaydan yubordi, amerikanskiy ekan, va hokazo, Yaponiyanniki ekan, etniki ekan. Sekin ularni qarasa xalqimiz orasida ta'sir qilinishi boshladida, ichish boshlashyapti. Lekin xatoliklar ko'p, juda ko'p. Bir-biriga zarar, so'rilishiga to'sqinlik qiluvchi qilib berishib qo'yishi mumkin, vaqtida bermaydi va hokazo. To'pi olishda vurudi bu sog'lom. Yo'q, hamma narsani o'zini mutaxassisi qilgani yaxshi. Masalan, mana shu yerda ham biz o'zimiz kamera qo'yib qo'yib syomka qila olmaymiz. Buni mutaxassis bolalar kelishadi, o'zligi joylashtirishadi, chirog'ini yoqishadi. Santexnika ham mana qo'limdan keladi, sizni ham qo'lingizdan keladi. Lekin nega qilmaymiz? Umid ham osh qilishni zo'r qiladilar. Nega uylarda ehson qilsalar, oshpaz olib kelib pul berib osh qildiradilar. Mutaxassis qilsin, hamma ishni mutaxassis qilsin. Xudo shunaqa yaratgan. Hemoglobini past, qoni past deb bilar bilmas. Yoki bir paytli katta farzandiga yozib bergan preparatni olib qo'yadi qog'ozini, to'g'rimi deb. O'sha barik topdi. Bu mashina buzilgan bo'lsa, bu mashinaning buzilganlik sababi boshqa bo'ladi. Motorist unga motorini kovlash kerak. Bu mashina buzilgan bo'lsa, buni tuzalganda tuzatish uchun boshqa sabab bo'lishi mumkin. Ham 4 ta bolasi bo'lsa 4 xil mijozda bo'lishi mumkin. 4 xil xarakter bo'ladi. Masalan, bittasi tortinchoq, hammaning uyida bitta uchar bola bo'ladi.
uchar. Lip etib nonga chiqib keladigan, lip etib hammasi bittasi injiq bo'ladi. Bittasi wunderkind bo'ladi, bittasi sal hammada har xil bo'ladi. Qarang, Xudoni bir agar bir xil qilib qo'ysa nima bo'lardi? Ota-ona ham balkim zerkarmidi yoki har xillikda bolalar bir-biridan zerkarmidi. Hammasi har xil, tabiati, xilqat, kasallikni kelib chiqishi ham har xilda. Bizni 1 yil oldin yoki 5 yil oldin bu eshikka kirgan bolasinikini olib oladi-da. To'g'ri qildi. O'sha bilan Shunaqa. Hani vaqtini ayiydi, pulini ayiydi. Men aytaman, ayamayapsiz, siz xarajatga boryapsiz deyman. Battarlashtirasiz, muammoni kuchaytirasiz. Qo'ying, boring, vaqtingizni sarflab, o'sha mutaxassisga ko'ring deymiz-da. Endi boyagi preparatingizga men yana qo'shimcha qilmoqchi edim, umid opa, yaxshi narsa edi. Agar haqiqatan bu men o'ylab yurgan narsa edi. Faqat temir preparatdan tashqari ichaklarni sog'lomlashtirsa, vaspadinlarni yallig'lanishini olib, so'rilishini yaxshilasa, agar zo'r. O'sha aytayotgan preparatingiz masalan, men tanishib chiqdim. Endi hali juda ko'p naqa qilganimiz yo'q. Lekin orasida ham gap bo'lardi oldin meditsinada ham. Sen nima yesang, shundan iboratsan. Men buni o'zgartirganman-da. Haqqim bo'lmasa ham, men uni qanaqa o'zgartirganman desiz, sen nima yesang shundan iboratsan emas, sen nimani o'zlashtirsang shundan iborat. Xuddi shunaqa. Hozir odamni o'zlashtira olmayapti. Bolalarga va ayniqsa. Shunaqa. O'zlashtirish, singdirish qiyin bo'lib qoldi. Shunaqa. Endi farmatsevtika industriyani vazifasi nima bo'lib qoldi desangiz, mamutdan boshlayapti. Zagreznuniyda oshqozon ichak trakti ifloslangani uchun shotni o'zidan so'lik bezlar orqali mashitdan ketsin deyapti. Mana sizlarni o'sha preparativlar bilan tanishib aytdinglar, Germaniyaga zakaz qilinayotganiga o'sha katta narsa. Nega nemislar kapsula zakaz qilmayapti? Sirop zakaz qilyapti. Chunki kapsula ham qanday miqdorda plastmassada, to'g'rimi? Sirop og'zimizdan so'rilib, to yaxshi singib, o'zlashtirib, kichkina doza bo'lsin. Bizda ham bunaqa ba'zi bir wunderkind ota-onalar doza, deydi, adasi doza yaxshi ekan, buni ola qolamiz deydi. Erkak kishi anaqa deydi, bolani qaror qabul qilayotganda onaga quloq solinadi erkak kishida. Bo'pti deydi, olamiz deydi. Menimcha, lekin buni so'rilishi mana 100% so'rilsa, taksi 90% deylik, mayli. Bu 3% ham so'rilmaydi-ku. Mana lashadiniy doza. So'rilishiga e'tibor berish kerak. Zararsizlantirib, boshqa kasallik keltirmasdan turib davolashga harakat qilish kerak. Xullas qisqa qilib aytganda, hozirgi paytda nima deydi, juda ham kimyoga sho'ng'ib ketmasdan sekin o'sha tabiatda uchraydigan o'sha shifobaxsh o'simliklardan ham foydalanib turib, ya'ni o'rganib ularni ta'sirini уже lecheniyalarga o'shalarni aralashtirish boshlash kerak. Chunki bundoq olib qarang. Mana misol uchun arab davlatlariga ko'p bordik. O'tda ham aptekalarga kirsangiz, lechebniy kosmetika va vitamin, mineralli tabiiy o'simliklardan tayyorlangan mahsulotlar turibdi. Havasingiz keladi ko'rib. Misol uchun, antibiotik so'rasangiz, nima u? Doktor yozganmi retsept deb nima qilishadi-da. Men bitta bemor eslayman, Avstraliyadan kelgan bitta bemor shamollab qolgan. Meni chaqirishgan. Meni chaqirguncha u odami, o'sha avstraliyalik mehmoni, mezboni aptekalardan bir talay narsa ko'tarib kelgan, bergan. Yaxshi bo'lmagandan keyin oxiri meni chaqirishgan. Men kirib qarasam, bir tonna dori turibdi endi. Mashmashlarni ichdi, tuzalmayapti deb aytdi, конечно. Endi u уже zo'rayib ketgandan keyin men majbur bo'lganman antibiotik yozishga. Chunki уже samolecheniya bilan ahvol og'irlashtirib qo'yishgan. Antibiotik yozdim, mana mashmashlarni oldin ichsizlar, keyin bular hozir sal nima qilib yuboribsizlar, noto'g'ri qilib yuboribsizlar deganimda, haligi avstraliyalik odam aytadiki, menga O'zbekistonda bitta narsasi yoqdi deydi. Aptekada hamma narsa bemalol sotilar ekan deydi. Unga shu yoqdi. Sizda unaqa emasmi? Yo'q, bizda muammo bunaqa narsalarni olish deydi. Endi men u qanaqa ma'noda aytdi bilmayman, lekin xafa bo'ldim. Endi shunaqa. Endi nima deydi? Mana demak o'sha chet davlatlarda tabiiy o'simliklardan tayyorlangan siroplar yoki tabletkalar deymiz, o'shalarni iste'moli ko'proq ekan. Ya'ni ular biladi, kasal bo'lsa davolanish undan 10 barobar qimmatga tushishini.
uni ular juda tushunib yetishdi. Bizda ozgina vaqt bor shu narsani tushunib yetishga. Shuning uchun men ota-onalarga har doim aytamanki, mayli siz sotib olib, masalan, har kuni quyon go'shtidan ovqat qilib bera olmasligingiz mumkin yoki bo'lmasam qimmat mevalardan olib sok qilib bera olmasligingiz mumkin. Lekin o'sha tabiiy o'simliklardan, dorivor shifobaxsh o'simliklardan tayyorlangan preparatlarni olib berib yuring, ichirib. Ularni masalan ma'lum bir kuni yo'q, yillab ichsa bo'ladi, misol uchun. Ma'lum bir keyin ularni olganingizda o'sha siz sotib oladigan 2 kilo mandarin, 2 kilo apelsindan arzon turadi o'shalar deyman. Vaqtimiz bo'lib qoldi, tugatadigan vaqtimiz. Umid opa, sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Sobir aka, sizga ham alohida rahmat aytamiz. Xudo xolasa kelajakdagi ishingizga omad tilaymiz. Kelajakda mabodo agar yana shunga o'xshagan qiziqarli podkastlarimizga chaqirish rejamizda bor. Chaqirsak kelasiz degan umiddamiz.